Qizlar, hozir negr pirojnisini qilyotgandim, sizlarga ham ko'rsatib ketaman. O'zi buni videosi bor, kanalimda bor edi. Ancha oldin ham o'rgatganman. Yana storiesda hozir qilayotganimni ko'rsatib ketaman, ko'rmaganlar uchun, lekin lentaga ham yana joylab qo'yaman. Mana 5 ta tuxumni chaqib oldim ishga. Endi buni ustiga shakar solib olaman, aralashtirib olaman venchikda. Hamma suyu masalliqlarni alohida aralashtirib olamiz-da. Mana tuxum bilan shakar aralashtirib oldim. Endi bunga salat yog'i solib olaman. Hammasini tarozda o'lchab olganman. O'z grammlar retsepti. Hammasini tarozda o'lchab solingan. Voy, venchigim tushib ketdi. Qattiq sovoramiz, mana. O'z yog'ini aralashtirib olib keyin solsagan bo'ladi. Mana qatuvni ham solib aralashtirib oldim. Hammasini yog' bilan, salat yog' bilan qatuvni solib mana aralashtirib oldim. Bir xil massa bo'ldi. Endi alohida idishda unli masalliqlarimizni aralashtirib olamiz. Mana endi quruq masalliqlarimizni alohida idishda aralashtirib olamiz. Un elab sovaganman, kakaoni ham elab sovaganman. Endi bunga chayni soda solamiz. Chayni sodani обязательно mana shu unli masalliqlarga kakaoni ustidan qo'shamiz, keyin venchikda aralashtirib olamiz. Mana ikkita massamiz ham tayyor bo'ldi. Mana suyuq massamiz, mana bunga ozgina kakao sachirib ketgan prosta. Mana quruq massalig'imiz ham tayyor bo'ldi. Men aralashtirib oldim bir xil qilib venchikda. Endi ozginadan solib, yaxshilab aralashtirib olamiz bir xil massa qilib. Kakao menda gollandskiy bo'lganiga ochroq chiqadi negram endi. Agar turetskiy solsanglar, men bu yerda hozir qilgan, oldin o'rgatganimda turetskiy kakao ishlatganman. O'shanga to'q jigarrang chiqqan, chiroyli rang bo'lib. Bu yerda hozir turetskiy kakaom qolmagani uchun gollandskiy soldim. Mana qizlar, massamiz tayyor. Mana shunaqa bo'ladi. Mana yaxshilab unini aralashtirib oldim. Endi buni teng 3 ga bo'lib olamiz. Keyin listlarga solib 3 ta qavat bo'ladi-da, 3 ta pishirib olamiz. 3 ta qavat qilib. Teng bo'lib olamiz hozir. Mana listga solib oldim. List razmeri 30 ga 40. Xo'fminda pechenmanda xo'fmin. Tepasi yoqilganda 180 gradusda pishirib olaman. 20 minutlarda pishadi. Imash listi ham juda ham ko'pchilik so'rashadi. 30 ga 40 razmeri. Chorsidan olganman. Beshi bozorda yasab sotishadi. Mana negr pirojnisini nonlarini pishirib qo'ydim. Endi hozir kremlab olaman. Buni 3 qavat qildim. Shunaqa bilan bo'p zo'r chiqadi. Yumshoq bo'ladi mana. Chetini kesib oldim. Chetidan chiqqani ustiga maydalab sepib boraman. Uni yumshoq bo'ladi. Mana qizlar qaymoqli krem tayyorlab oldim. Faqat qaymoqli krem ozgina quyilmay qoldi. Mana yumshoqroq bo'lib qolgan, chunki magazin qaymog'i bo'lgani uchun o'zi postoyanno men kremlarga bozor qaymog'i ishlataman. Bozor qaymog'ini tavsiya qilaman har doim o'zi. Lekin majbur bo'lganimda o'zim magazin mashq qaymoqlarni olib ishlataman, lekin bularga ham ishonch yo'q. Har doim har xil chiqib qoladi. Kamilkani 45% ligi yaxshi. Men boya yo'ligi uchun 35 lik olgan edim majbur. Sal quyilmagani uchun mana bunaqa zagustитель qo'shib yubordim. Yaxshi ham bor edi. Ozgina bo'lsa ham qotirib berdi bu. Mana negr pirojnimiz ham tayyor bo'ldi. Kremlab oldim. Mana baland bo'lib, вообще zo'r chiqdi. Tayyorlanishi ham unaqa qiyin emas. Ko'rdinglar o'zinglar ham. Yumshoqqina siyishli bo'lib chiqadi. Yig'inlagan nimadirlarga qilsanglar ham